ulamolar ruhiy tarbiya ustozlar aytadilarki, sum'a kim? Sum'a nima desa, sum'a boshqa bir odamlardan o'zini ibodati to'g'risida eshitsa, quvonsa sum'a bo'ladi. O'zini ibodatini ado qilib bo'lib, o'zidan o'zi ajablansa, uni ujub deydi. Sum'a esa boshqa odamlardan siz shunga loyiq edingiz, asli umraga borishga loyiq edingiz siz, yo hajga borishga loyiq edingiz degan so'zni eshitdimi, ozgina bo'lsa-da qalbiga xursandchilik kirdimi, bu sum'a. Endi umra mabrur yoki haj mabrur bo'lgan qanday bo'ladi desak, shu narsalardan panoh so'rab borish Allohning oldiga, Ka'baga va talbiya aytib charchaguncha. Muaz ibn Jabalga payg'ambar alayhisalom javob beryaptilar. Sen qiladigan umrang yo hajingning ichidagi talbiyasi shu qadar ko'p bo'lsinki, hatto tomoqlaring og'rib ketib gapira olmay qolgan dedi. Shu qadar baland ovozda aytginki, atrofdagi hamma narsa seni talbiyangga guvoh bo'lsin. Qiyomat kuni senga shafoatchi bo'ladi deyapti. Shu qadar sen bu ibodatga hokisonlik bilan kelginki, o'lmay turib o'ldim ya Robbi, men roziman. Ya'ni o'lgan odamda ishtaha bormi? O'lgan odamda hissiyot bormi? O'lgan odam xafa bo'ladimi? Biror bir gapdan, biror narsadan, biror bir narsaga hukm o'qiydimi? Muhokama qila oladimi? Yo'q. Mana shu narsalarga tayyor bo'lib Ka'baning oldiga bosh egib borishlikni ana shu umra mabrur yoki haj mabrur maqomi bo'ladi. Demak, labbaykan aytishlikda mana shu narsaga e'tibor qilamiz. Abdulloh aka, baribir aytadigan gapni gaplashamiz. Yana payg'ambar alayhisolatu vassalomdan bu umra savobi to'g'risida so'radi. Biz umrada nimaga e'tibor qilsak savobi ulug' bo'ladi. Birinchi boriladimi, ikkinchi boriladimi, nechanchi marotaba Ka'ba-i Muazzamani oldiga kirsa, hayo bilan kirsin. Ka'baga avval kelganman deb Ka'baga to'g'ri tik boqib kirmasin. Albatta biror bir kitobda kelmagan Ka'baga yerga qarab borib, keyin Ka'baga qarasin degan joy yo'q. Lekin hayo nimadan? Alloh taborak va taolo ba'zi narsalarga hech narsa qilmasdan qarashlikni ibodat maqomida qabul qiladi. Masalan, ota-onaga qarab turishligingiz ibodat. Qur'oni Karim o'qishni bilmaysiz, qarab turishligingiz ibodat. Ustozga qarab turishlik ibodat. Ana shuning qatorida Ka'baga qarab turishlik ibodat. Indiki Alloh taborak va taolo Ka'baga borib qarab turishlik hech narsa qilmasa ham ibodat bo'ladigan mo'tabar bino ekan, u toshdan qilingan bino deb qaramang dedi. Allohning shiori u. Kim shioriga ta'zim bajo keltirsa, qalbini taqvo bilan siylab qo'yadi. Qalbini taqvo bilan siylasa nima bo'ladi? U qalb tirik bo'ladi. Halol bilan haromni ajratadigan bo'ladi. Halolga rozi bo'lib lazzatlanadigan, haromdan jirkanadigan bo'lib qoladi u qalb. Demak, biz ihrom o'raganimizda ya Robbi, avvalgi eski kiyimlarimdagi xulqim, eski kiyimlardagi kibrlanishligim, eski kiyimda turganimda nafratlanishligim, yo biror bir narsadan gina qilishligimni endi men ihromga almashdim. Endi men oq libosga almashdim. Go'yo shu oq libos meni vujudimda go'zal turganidek, meni ruhimni ham shunday oqattirib, gunohlar dog'idan, ayblar dog'idan, kamchiligidan qalbim va vujudimni shunday oqattirib yuborgan. Meni irodam yetmayapti-da. Sen chaqirding, labbayka deb kelyapman. Asli meni irodam yetmasdi. Sen chaqirding-da. Mana shunday deb kelishligimiz shart. Ana shu hayo bilan Ka'baga yuzlanishligimiz shart. Nima uchun? Imom Azam rahmatullohi alayhi musnatda aytadilarki, kim Ka'ba-i Muazzamaga shunday boqsa va nima deb iltijo qilsa, tilak bildirsa, Alloh subhanahu va taolo ulug'ligimga qasam rad qilmayman deydi deganlar. Hop shunday ekan. Biz nimani so'raymiz desa, imomimiz aytadilarki, Hazrati Imom, Parvardigori umrimni oxirigacha qaysi joyda xayrli duo qilsam ijobat bo'lib qolsin deb so'rab qoling dedilar.
Bitta duoni bittaga o'tkazmang. Bitta duo imkoniyatini bittada qoldirmang. Va alaykum assalom.